Bugun siz Avtoliniya kanalida juda qiziqarli va ko'pchilik kutayotgan yangi shahar avtomobili haqida gaplashamiz. 2026 Chevrolet Matiz bu kichik hajmli, iqtisodiy va zamonaviy dizaynga ega bo'lgan avtomobil bo'lib, ayniqsa shahar hayoti uchun juda mos keladi. Chevrolet ushbu modelni yangilash orqali Matizni yanada zamonaviy, qulay va texnologiyalarga boy avtomobilga aylantirishga harakat qilgan. Yangi model eski Matizning mashhurligini saqlab qolgan holda ko'plab yaxshilanishlar bilan kelmoqda. Agar siz arzon, yoqilg'i tejamkor va kundalik foydalanish uchun qulay avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Matiz sizni qiziqtirishi mumkin. Yangi 2026 Matiz tashqi ko'rinish jihatidan oldingi avlodlarga qaraganda ancha zamonaviy ko'rinadi. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, ingichka LED faralar va sport uslubidagi bamper avtomobilga zamonaviy va dinamik ko'rinish beradi. Kichik bo'lishiga qaramay, dizayni juda muvozanatli va shahar avtomobili uchun juda mos. Yon tomondan qaraganda silliq chiziqlar va ixcham proporsiyalar Matizga nafis ko'rinish beradi. Yangi alyuminiy disklar esa avtomobilni yanada jozibador qiladi. Orqa qismida esa zamonaviy LED stop chiroqlari va qayta ishlangan bamper dizayni mavjud. Chevrolet dizaynerlari ushbu avtomobilni yosh haydovchilar va kichik oila uchun jozibador qilishga harakat qilganini ko'rish mumkin. Salon ichkarisiga kirganingizda, avtomobil kichik bo'lishiga qaramay juda qulay va funksional ekanini sezish mumkin. Ichki dizayn sodda, ammo zamonaviy elementlar bilan boyitilgan. Markaziy panelda sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u smartfon ulanishi, Bluetooth va navigatsiya funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Rul boshqaruvi ergonomik tarzda ishlab chiqilgan va haydovchi uchun barcha tugmalar qulay joylashtirilgan. O'rindiqlar yumshoq materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar uchun ham yetarlicha qulaylik yaratadi. Old o'rindiqlar keng sozlanish imkoniyatiga ega, orqa qismida esa 2 yoki 3 yo'lovchi uchun yetarli joy mavjud. Bagaj qismi ham kundalik foydalanish uchun yetarlicha hajmga ega bo'lib, xaridlar yoki kichik sayohatlar uchun juda qulay. 2026 Chevrolet Matiz ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha ham shahar uchun juda moslashtirilgan. U kichik hajmli, ammo tejamkor dvigatel bilan jihozlanishi kutilmoqda. Taxminlarga ko'ra, avtomobil 1.6 litr yoki 1.2 litr benzin dvigatel bilan taklif qilinadi. Ushbu dvigatel kundalik haydash uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'i sarfi juda past bo'lishi bilan ajralib turadi. Shahar ichida harakatlanishda Matiz juda chaqqon va boshqarish oson. Kichik o'lchamlari sababli tor ko'chalarda va avtoturargohlarda mashinani boshqarish juda qulay. Rul boshqaruvi yengil va aniq ishlaydi, suspenziya esa yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Shuningdek, yangi modelda xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan bo'lib, ABS stabilizatsiya tizimi va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari mavjud bo'lishi kutilmoqda. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Matiz o'z segmentida eng hamyonbop avtomobillardan biri bo'lishi kutilmoqda. Aniq narx bozor va konfiguratsiyaga qarab farq qilishi mumkin, ammo taxminan 9000 dan 12000 dollargacha bo'lishi mumkin. Bu esa uni yangi avtomobil sotib olmoqchi bo'lgan ko'plab haydovchilar uchun juda jozibador variantga aylantiradi. Arzon narx, past yoqilg'i sarfi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi sababli Matiz ko'plab mamlakatlarda mashhur bo'lishi mumkin. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Matiz bu oddiy, ishonchli va shahar hayoti uchun juda mos avtomobil. Zamonaviy dizayn, qulay salon va iqtisodiy dvigatel uni kundalik foydalanish uchun ideal tanlovga aylantiradi. Agar sizga shunday avtomobillar haqidagi videolar yoqsa, Avtoliniya kanalini kuzatib boring, chunki bu yerda eng yangi avtomobillar, qiziqarli sharhlar va avtomobil olamidagi yangiliklarni doim topishingiz mumkin.